Qanaqa gel? Menga qara. U gelingmi, asalmi, u dorimi hammasi bir teng. U sanday ko'rgan hammasi reklama u. Bir tengga qimmat narsalar. Misol uchun olyapsizmi videoga? Mana. Mana jiyanimiz qanaqadir gel asbobiga qo'pol qilib aytsa, jinsiy a'zosiga surkasa zo'r bo'larmish. Yoki asalga o'xshagan narsalar ichsa, jinsiy quvvat zo'r. Bu hammasi vaqtincha. O'sha vaqtinchada zo'r qiladi, uni to'xtatsang bir tengga qimmat. Sen undan ko'ra endokrinologga bor, urologga bor, andrologga bor, analizlar topshir. O'sha yerda yallig'lanish, shamollash aniqlab olib, lechena qilsang, o'shandan keyin haqiqiy erkak bo'lasan. To'g'rimi? Shu mavzu Instagramda siyqasi chiqib ketdi. Jinsiy quvvatsizlik, tez bo'shanish, jinsiy quvvati pasayib ketishi. Juda ham ko'p erkaklarda hozir uchramoqda bu muammo. Asosiy dolzarb mavzu nimada? Juda ham ko'p Instagramdami boshqa ijtimoiy tarmoqda ko'rsangiz reklamalar chiqyapti. Bitta dorini ushab olib, jinsiy quvvat pasayganda, tez bo'shanishda zo'r effekt deyiladi. Bunga aksariyat holda tayyor ko'rib turib zakaz qilishyapti, ichyapti. Vaqtinchalik effekt bo'lgandan keyin uni to'xtatgandan keyin umuman natija bo'lmayapti. Bizga bir nechta tanishlarimiz, boshqa kasallarimiz murojaat qilib chiqyapti, shunaqa holat. Sizga shuni yetkazib qo'ymoqchimanki, bu ham bir biznes turi. Ko'rishyaptiki, shunaqa muammo juda ham ko'p hozir O'zbekistonda yoki hamma joyda. Shunga qarshi oddiy bitta dori. Bu qanaqa dori? Oddiy asal bo'lishi mumkin yoki boshqa bir oddiy dori bo'lishi mumkin. O'shani ichiga bad deylik, ya'ni belagi aktiv dabavka, bu ziyoni yo'q, tabiiy dori. Shuni ichiga o'sha jinsiy quvvatni oshiruvchi, vaqtincha oshiruvchi dorini qo'shib qo'yadi. Misol uchun Viagra deysizmi, shunaqa dorilardan ma'lum miqdor qismini olib, shunga qo'shib aralashtirib dori qilib chiqargandan keyin siz buni olasizda iste'mol qilasiz. Ko'rasizki, kech payt zo'r, effekt zo'r. Qiziqib unga tavsiya qilasiz, bunga qilasiz. U dorini to'xtatganingizdan keyin yana eski o'sha holat. Yaxshi. Ya'ni tez bo'shanish, jinsiy quvvat pasayib ketishi, bu albatta ayollarga ham yoqmaydi. To'g'ri, siz buni holatda xijolat bo'lib, xotinning oldida yoki boshqa doktor oldiga kelishga juda odam tortinadi. Hattoki ba'zi kasallarimiz uyalganda bizga aytolmaydi bunaqa shikoyatini. Bu yaxshi narsa emas. Sizga shuni aytmoqchimanki, shunaqa dorilar eshitdingizmi? Albatta bironta tanish, o'zidagi bir vrach, u urolog bo'ladimi, endokrinolog bo'ladimi, terapevtmi, hattoki maslahat so'rasangiz, bu dorilar haqida sizga ma'lumot berishadi. Sizga eng to'g'ri ma'lumotni biz sizga yetkazamiz. Shunaqa yo'nalishni tanlab olganmizki, biz, ya'ni jaydarcha deydi-yu, xalq tilida gapiramiz. Hali tibbiyot tilida chuqurlashib ketsangiz, sizlarga tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun oddiy qilib xalq tilida men har doim gapiraman. Siz birinchi o'rinda shunaqa muammongiz bormi? Urolog oldiga boring. Androlog degan mutaxassislar ham bor. Undan tashqari endokrinolog va albatta nevropatolog. Bu asabni davolaydi. Asabdan ham bo'lishi mumkin. Jinsiy quvvat pasayishi, tez bo'shanish. Endi urolog albatta prostatalar tekshirish kerak. Prostatitda shunaqa muammo juda ham ko'p uchraydi. Gormonlarni tekshirish kerak, endokrinolog shug'ullanadi. Shunaqa holatda shug'ullanganingizdan keyin sizda albatta zo'r natija bo'ladi. Agar siz shunaqa holatda yana tushunmovchilik bo'lib yoki kimga borish bilmasangiz, bizga murojaat qilsangiz, biz ham sizga to'g'ri yo'nalish beramiz. Analiz ko'ramiz, qanaqa mutaxassis bizda ham bor albatta. Yaxshi endokrinologlarimiz bor, urologlarimiz bor, nevropatologlarimiz bor. Bu kasallikni hamma mutaxassis birgalikda davolasa yaxshi natija olasiz. Siz hali reklamadagi bitta dorini ichib qachon zo'r bo'lib qolmaysiz. Chunki bu qaytingizdadir kasallik shamollash ketgan hisobiga shuna holatga olib keladi. Shuning uchun aziz kuzatuvchilarimiz, bilamiz 70-80% shu kuzatuvchimizning ichida ham bor bunaqa holat. Shuning uchun bemalol chiqing yoki bizga murojaat qiling. Biz sizga shuni tavsiya beramizki, ayniqsa uylanmagan bolalar va balog'at yoshidagi bolalarga masturbatsiya, ya'ni 5ga 1 deyiladi. Bu kelajakda shu jinsiy quvvatni pasayishi, jinsiy nimalarga ta'siri juda ham katta. Juda ko'p bilmaydi, ayniqsa uylanmagan, balog'at yoshidagi bolalarimiz qiziqqanidan nafsga ergashgan holatda shuna holatlar juda ko'p kuzatiladi. Buni ham bir ma'lumot sifatida aytamizki, bu ham kelajakdagi
avlodga, jinsiy quvvatga, tez bo'shanishga sababchi bo'ladi. Agar sizlarga shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying. Biz bundan keyin yana sizlar uchun qiziqarli ma'lumotlarni berib boramiz. Agar sizga keyingi videomizda qaysi mavzuda video qilishimiz kerak bo'lsa, shunday kommentariyalarga yozib ketsangiz, biz albatta o'qib chiqamiz va shunga qarab video tayyorlaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.